Bu safargi mehmonimiz Odilxon Kamolov. Kamil bilan Odilxon ushladimi? Ha. Davay ko'ramiz. Generali qanaqa? 50 ming, 60 mingga ham o'ylanib turib chiqsa bo'ladi. Mana hammasini ochib tashladim. %100 ochib tashladim. Odilxon zarba ko'taradi deb. Mujugi bo'lsa, yo'q, men Odilxon, siz o'zim chiqqanman. Odilxondan hech qanaqa maslahat ham so'ramaganman. Odilxonning menga hech qanaqa yordami tegmagan deb birortasi yo'q. Qiyin paytlarda baqir-chaqir qilib aytib, odamlarga bachkanalik bilan ko'ringan yaxshi emas. Ba'zi birlari to'g'risi xit qilardi. Muxlislarni ham hammani. Tyson originali. Erkak bilan Toktar bilan qachondir jang ko'ramiz. Hammasini, deyarli hammasini chiqishiga men sababchi bo'lganman. Assalomu alaykum qadrli sport muxlislari. Octagonda YouTube kanalida navbatdagi podkast yozilyapti va bu safargi mehmonimiz Odilxon Kamolov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, xush kelibsiz. Shu vaqt bo'ldi. Taklifga yo'q demasdan kelyapsiz. Avvalo tezda kirib ketaveramiz. Kelayotgan jang 1-may kuni Octagon 86 turniridagi jang Kamil karate bilan trilogiya. Xo'sh, tayyorgarlik qanday ketyapti va o'zi umuman shu keling bitta savolda, men nima uchun odamlar ko'pchilik kuzatadi, qiziqib nima qiladi? Hamma narsani boricha bir xillar bor-da, endi kimligini aytmayman. Hayotda boshqacha, internetda boshqacha yuzli bo'ladi-ku. O'shaning uchun men hayotda qanaqa bo'lsam, ijtimoiy tarmoqda ham shunaqaman. Bitta savol. Montaj qilinib, shu qancha vaqtda qo'yiladi mana shu hozirgi bo'lgan vaqtda? Uzoq ertaga qo'yiladi. Nega? Endi shunga qarab eskirib qolarkan nimadir. Yo'q, shunga qarab ish tutgan yaxshi-da. Yo'q, trilogiya Kamil bilan 3-jang shunaqa tayyorgarlik yaxshi bo'ldi. Endi ko'ramiz. Men unga o'xshab hadeb trenirovkalarni internetga qo'yaversam bo'lmaydi. Surpriz bo'lsin. Qay darajada tayyorsiz? Tayyorman, har doim tayyor bo'lganman. Hech bir nima deydi, o'ylanib bunaqa narsa bo'layotgani yo'q. Tayyormiz jangga shu. Hayajon ham yo'q, endi 3-jang. 3-to'qnashuv. O'zi qaysi vaznda bo'ladi bu jang? Bu jang 73 kiloda bo'ladi, dogovorniy vес. Chunki u unamadi. Men 14 kilo, 15 kilo tashiyman har safar jangda. Bu safar ham endi dieta bilan o'xshab kelyapti. Dieta bir 5 kilo, 6 kilo qoldi. Vesagonka qilib, yugurib tashaladida qolgan. Bir hafta vaqt qolyapti. Lekin siz va o'zi Kamil tarafda ham ijtimoiy tarmoqda qanaqadir bir shov-shuv yo'q. Qanaqadir avvalgi to'qnashuvlarga qaraganda hype demaylik-ku, lekin sal kamroq, aynan men o'zingiz ham aytdingiz hozir. Ko'p trenirovkalarni qo'ymayapman deb. O'zi umuman bu xarakterda sal o'sha tajriba ortib bosilish bilan bog'liqmi yoki shunchaki natijani o'zini ko'rsatib qo'ymoqchimisiz? Ikkalasi ham. Chunki tarixdan har qanday sportchi, misol kim katta ketib o'zidan ketsa, o'sha odam nakazat bo'lganda, qo'pol qilib aytsa. Endi chiroyli natija bilan ko'rsatib berish maqsad. Ikkinchidan уже раскрутка qilish ham shart emas. Meni tanishadi, Kamilni tanishadi. Bir-birligini bilishadi, bu nuqtaligini bilishadi. U biz раскрутка ham o'sha kunda o'zidayoq patolog bo'lib ketadi hamma yoq. Kamil bilan Odilxon ushladimi? Ha. Davay ko'ramiz deb hamma telefonlarda, hamma ijtimoiy tarmoqlarda bu yog'i qiziydi. Bu taraf bu safar ham Odilxon Kamolovdan rekordli jang ko'ramizmi? Raqamlar nuqtai nazardan. Yoki bu aniq u narsa aniq, chunki rekordlar urilishi mumkin bo'lgan odam, misol uchun 2019-20 dan beri men faqat ijtimoiy tarmoqlarda o'sha rekordlarni urib kelgan bo'lsam, bitta maqol bor, zo'rdan zo'r chiqadi degan. Endi kimdir zo'r demoqchi emasman, hamma o'zi uchun zo'r. Misol gol chiqdi orada, raqamlarni urib, rekordlarni o'sha odamlarni nima deydi, ishonchi deymizmi, qandaydir bir lyubimchik jangchisi bo'lib kelayotgan vaziyatda endi u bilan bog'liq sinovli vaziyatlar bo'lib qoldi. Yana mas'uliyat o'zimizda qolib ketdi endi. Ko'ramiz, raqamlar aniq buziladi. Chunki ikkita nollik jangchilar o'sha chempionlik jangi Sayat bilan Asadbekning jangi bo'ladi. U jang saglavniy bo'yi o'sha bizniki. Bu jang qattiq bo'ladi juda ham. Endi bizda podkastimizda doim
beriladigan savol va imkon qadar ochiqlashyapti sportchilar. O'zi bundan avvalgidek qochishmayapti ham. Gonorarlar qanaqa? 10 ming olaman. 10 ming. U qancha oladi? Uni qancha olganini bilmayman. U menimcha 5 ming olsa kerak. Men 10 ming olaman. Nima uchun? Men dinozavr paytidan beri urushaman oktagonda. To'g'risida men zavqat chiqishim o'ziga o'sha yozilgani. Men xohlasangiz buni ochib ham ko'rsatishim mumkin. Men 10 ming olaman. Misol xohlasangiz montajga qo'shib ketishyapti. Saturn u narsa men javob berishim bor. Men o'zingizga ko'rsataman dedim, montajingizga qo'shaman demadim. Aytmoqchi bo'lganim, misol deylik, qolgan bolalar qanaqa gonorar olishini bilasiz, eshitasiz, kameradan tashqarida o'zingizga aytadi. Kamroq oladiganlar esa yo bo'rttirib aytadi yoki o'zingizga tixa aytib qo'ya qoladi yoki aytmaydi. Men uverен aytaman. O'sha Farruh akamiz bor. Misol, to'g'ri podkastlar qilyapmiz. Siz ham o'zingizcha podkast qilasiz. Men ham o'rtog'im bilan podkastlar qilaman. Lekin bu sohada nomer 1 bu birinchi boshlab berganlardan Farruh Muhiddinov. Juda yaxshi bilasiz. Mayli, kanallarni aytib, hurmatsizlik qilmaylik sizni kanalingizga, lekin shu odam o'zini podkastida ochib tashlagandi, kim qancha gonorar olishini oktagonda. Lekin hamma kam olamiz u bu deydi-ku. Bitta jangga zavq chiqishga 10 ming menimcha yomon emas deb o'ylayman. Yana ham bilmadim. Kambag'allik bolasiga bo'ladi-da, faqat bizni boshqacharoq kambag'alligimiz ana qiyin paytlarda baqir-chaqir qilib aytib, odamlarga bachkanalik bilan ko'ringan yaxshi emas deb o'ylayman. Birinchi may kuni ochiq, ya'ni stoykada jang ko'ramizmi? Vaziyatga qarab MMA bo'ladi, to'g'risida. Kurashga harakat qilsa stoykada ishlasa parterda MMA bo'ladi haqiqiy. U stoyka bo'lish uchun yo boksda chiqishimiz kerak. Boshqa ligalar chiqishyapti bizga, Kamilga ham, menga ham muzokaralar bo'lyapti. Endi chista boksda o'zida men gonorarni kattaroq aytyapman, to'g'risi. Oktagondagidan kattaroq aytyapman. Sababi meni ba'zan birinchidan boks emas, ikkinchidan boksda уже 3-0, 4-0 bo'ldi-da menda ham. U riskovanniy bo'y. O'zi aqlli jangchi bo'ladigan bo'lsa, misol 0lik jangchilarimizni ko'pi ham birdaniga eng zo'rlariga osilib, o'ziga riskovanniy bo'ylarni qabul qilmaydi-ku. Shunga o'xshab sal bir 5-0, 6-0, 7-0 qilib boksda ham победный seriyani olib ketish. Riskovanniy bo'y qabul qilinadigan bo'lsa, yaxshiroq gonorarga bo'ladi. O'zimman boksga o'tishingiz nima sabab bo'ldi? O'tganim yo'q. Boksda jang qilishingiz sabab gonorarmi? Pul, конечно. Pul. Qancha masalan bitta jangda boksda? Mana shu 10 ming, 8 ming, 10 ming mana shunaqa boshlanadi. Sapernikka qarab, agar kuchliroq sapernik, seryoznroq sapernik bo'ladigan bo'lsa, men hech qachon отказ qilmayman. Kattaroq gonorar so'raladi. Misol uchun mana ispanchik bilan nimani bo'yi aniq bo'ldi-ku, Nurusovni Gold sapernikini. Nurusovni menga berishdi. 3 ta nuqta boksing nomli bitta organizatsiya. Уже ularni bo'yini raskrutka ham qilishdi-ku, o'sha All Star boksingda. Qozog'istondagi, bilmayman qayerdagi. O'sha All Starda Nurusovni berishdi. Men Aliyev promotionda. Keling bir-birimizga gapimizni bo'lmaymiz aka. O'sha All Star boksda so'rashdi, men 20 ming so'radim. Chunki u riskovanniy bo'y. Haqiqatda uni bazasi ham boks. Men esa постоянно kurashaman. Oxirgi oktagondagi jangimda ham faqat raqibimni maydalab, ezib yotdim. Bu yoqqa o'tib, yo'nalishim kurash, yo'nalishim постоянно захватga tortish. Raz boksmi boks, xo'p, lekin o'zimizga qulay gonorar aytiladi. Ular nima bo'ldi, keyin ko'nmadimi? Yo'q, ular ko'nishmadi va bilmayman qanchaga ko'ndirishdi. Nimani ispanchikni. U ham ajoyib bo'y bo'ladi, lekin o'sha kartda men ham borman. All Star boksingda. Lekin boks bo'yicha masalan 20 ming ham men ayta olaman, juda kam. Boksda bu raqamlar juda kam. Endi organizatsiyasiga qaraydi aka, organizatsiyasiga qaraydi. Agar misol IBA yoki WBC, WBO bir narsalar bo'lsa, professional boks bo'ladigan bo'lsa, rekordi 15 dan baland jangchilar bo'ladigan bo'lsa, конечно, o'sha zavqat 50 ming, 60 mingga ham o'ylanib turib chiqsa bo'ladi-da. Endi men boksyor emasman-ku. Men organizatsiyalarga mediasini ko'tarib berish uchun va o'z shovqinlarim bilan o'sha odamlarga
o'sha ligani ko'tarib berish uchun, ajiotaj qilish uchun kerakman. O'shaning uchun insof bilan o'zimiz gonorar примерно so'raladi, aytiladi. To'g'ri kelsa keldi, bo'lmasa yo'q. Chunki jang aka rosa ko'p. Ketma-ket janglar. Nima bo'lyapti o'zi? Nimaga bunchalik ko'p tez jang qilyapsiz? To'yga pul yig'yapsizmi? Aka savol berar ekanda, hurmatli kuzatuvchilar, javobini ham o'zi berar ekan. O'sha odam mazza qila olmay qolar ekan, to'g'risi. Da, xuddi shunday, o'sha chunki bizning to'ylarda ham qanaqa bir san'atkorlar kelmaydi, qanaqa bir mashhur insonlar kelmaydi misol uchun-da. O'shaning uchun hamma narsa elementarniy tarafdan hammasi baribir moddiy jihatga kelib taqaladi. Ya'ni o'sha daromad deymizmi, pul deymizmi, o'shaning uchun hozir birinchidan, ikkinchidan travma bo'lib qoladigan bo'lsak, hech kimga kerak emasmiz-da, o'ylab qarasa. Bizning qo'limizda misol mana shu jang qilish, shou qilish keladi-da. Agar travma bo'lib qolsak yo sog'lig'imiz bilan bog'liq nimadir bo'ladigan bo'lsa, u minus. Hozir sog'lom paytimizda soqqani qilib qo'yganga nima yetsin? Shunaqa. Gruziyada bo'lgan jangingiz haqida so'ramoqchi edim. Yevropa promoushonlaridan jang olish qay darajada qiyin yoki o'zi qanaqa bo'ldi bu jarayon? Bilmayman, ular menga chiqishdi, qayta yozishdi. Endi rus tilida yozishdi, rus tilida yaxshi gaplasha oladigan ukam Jasur. Gaplashdim, jang taklif qilishyapti. Mana gonorar aytildi. Xo'p, sapernik boshqa edi, keyin o'zgarib ketdi. Qarasam, menga qulay, ochiqni aytish kerak. Men eng zo'ri bilan tushaman deb she'rni yasab bu yoqda menejerlarga aka bunaqa degandan ko'ra, men ochiqni aytganim yaxshi. Misol o'zimga qulayroq. Raz Yevropa bo'lgandan keyin iloji boricha yutishim kerak u bo'yda, to'g'risida. Odamlar nima deydi? Nima uchun meni jangimni qiziqib ko'radi? Nima uchun yaxshi ko'rib ko'radiganlar ko'p? Risk bo'ylarida ko'p olaman. O'sha tengga teng kuchli janglarda men aka ko'p olaman. O'shaning uchun qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Imkon qadar yutishga harakat qildim va g'alaba qozondik. Hozir kattaroq taklif bilan imенно o'sha liga chiqishyapti. Yana bitta yaponiyalik yaxshi menejer bilan aloqa o'rnatganmiz. U ham bitta-ikkita joylarga, boshqa davlatlarga, Yevropa davlatlariga tortishyapti. Endi meni joyiga qo'yib, yaxshi xud qilib olib ketib, chiroyli победный seriya qilib ketish bu yo'q. Shunaqa. Menejerlar bilan ishlaysiz demak-a? Yoki o'zingiz ham hal qilaverasizmi janglarni? Yo'q, baribir odam qaysidir ma'noda status saqlash kerak. O'sha 1.200.000 ga yaqin obunachim borligini hurmati, rekordim ham o'sha baland bo'lganini hurmati, o'zim ham gaplashaveraman. Baribir meni menejerim bo'lib gaplashadigan odamlar bor. Misol yonimda Ag'zam bor yoki Jasur bor, Nashirov. Shular gaplashishadi bizning nomimizdan. Shunaqa. Odilxon Kamolov rekordlardan qay darajada qo'rqadi buzilishdan? Masalan, o'sha farqi yo'q bo'lib qoldi. Chunki yozilgani hozir 15 bo'lgani 8 ta pobeda qo'shilmagan. Buni misol so'z isboti bilan deganda Instagramda nima edi? Pastda aktualniy bo'ladi-ku. Aktualniyimda Qirg'izistonda oldin FFC degan, IFC degan organizatsiyalar ko'p, WF bo'lardi. O'sha organizatsiyalarda rekord juda yaxshi qilganman. Hozir 15 ta, 5 tani ham bir ikkitasini o'sha yoqdagi eski porajeniylarni qo'shtirishganda, porajeniylarni qo'shtirishgan, pobedalarni qo'shmaganman. Men misol qo'shsam bo'ladi, hozir 18 va 5 qilib olsam, ancha-muncha o'zbek boyeslardan rekordim baland bo'lib ketib qoladi. Lekin saperniklar ham shunga yarasha bo'ladi-da. Men uje hozir necha yoshda bo'laysiz meni? Taxmin qilib ko'ring. 30 atrofida bo'ladi. 30, to'ppa-to'g'ri aka, 24 yoshman. O'shaning uchun yoshimga yarasha baribir rekordni yaxshiroq qilib olib ketgan ma'qul aka. Men prosta 17-18 yoshimda professional qilib boshlab yordik. Unisiga ham, bunisiga ham chiqaverib, nima deydi, rekordni ozgina rasvo qilib qo'yganmiz-da. Bu yoqqa chiroyli olib ketaverish kerak deb o'ylayman. Lekin bu 15 yozilgani, yana ikkita qo'shiladigani bor. 12.5 deylik. 12.5 ham uncha o'zbek boyeslari bilan bir xil degani bu. Shunaqa. To'g'ri. Sizni o'sha zarba ko'tarishingiz bo'yicha ko'pchilik gapiradi-da.
Odilxon zarba ko'taradi deb. O'zim bilasiz, ko'pchilik e'tirof etgan, o'ziga ham aytishdi kerak. Bu bo'yicha alohida qanaqadir tayyorgarlik bo'ladimi yoki qanaqadir bu tabiiy narsami? Endi 4 ta sabab bor bunga. Birinchi sabab, bolalikdan lyubitelskiy musobaqalarga juda ko'p chiqqanman. Har hafta musobaqa desa ham musobaqa ketdik. Har hafta musobaqa Turon yakka kurashida oldin meni yo'nalishim. Juda ko'p musobaqa ko'rganimdan bu birinchisi. Ikkinchidan sparing to'g'risi kam ishlayman. Sparinglar payti odam uxlab qolishi mumkin. Sparinglar payti odam kuchli udar o'tkazib olishi mumkin. Sparing o'zimdan kichikroq, o'zimdan misol uchun qaysidir ma'noda slabroq odamlar bilan sparing ishlashni ma'qul ko'raman. U kattaroq odam travma berib qo'yib, qaytib qolib, u narsalar bo'lmaydi. Uchinchidan asosiy sabablardan biri nima uchun odam nokaut bo'ladi deb hisoblayman. Mana bir-biriga tegyapti ikkita qarsak, to'g'rimi? Ovoz chiqyapti. Endi esa qo'chyapman. Qarsakda ovozi eshitilmayapti. Raqib hujum qilyaptimi menga, men orqaga qochaman. E'tibor berganmiz, boshimni orqaga, gavdamni ham pulni. U udar tegsa ham, boshqa qilsa ham u darajada kuchli tegmaydi. Agar men yo joyimda tursam yoki unga qarab borayotgan joyimda stresh udar tegadigan bo'lsa, любой odam uxlaydi. Любой odam uxlab qolishi mumkin. To'rtinchi eng asosiy sabab esa Xudoyim o'sha payt nokaut bo'lishimni xohlamagandir. Xudoyim qo'llagani uchun baribir o'sha zarba ta'sir qilmaydi. O'sha ota-ona yaxshi duo qilib jo'natganligi uchun Xudoyim ham qo'llaydi. Mana hamma o'sha udar ko'tarishni so'raydi, sababini so'raydi, o'sha mashqlarmi, nima uchun degan savolga mana hammasini ochib tashladim. 100% ochib tashladim hammasini. Shunaqa. Demak, bir tomondan siz o'zingiz ham mehnat qilar ekansiz, ya'ni reaksiya ham o'zidan o'zi shakllanmaydi. Qochish haqida gapiryapsiz-ku, zarbadan chap berish. Zarbaga chap berish. Reaksiya o'z-o'zidan shakl. Masalan, biz o'tkazib olishimiz mumkin o'sha zarba. Shunaqa payt baribir odam hujum qilyaptimi, sopernik sal orqaga sarilishni bilishi kerak. U stresh borladigan bo'lsa, unga oqibati yaxshi bo'lmaydi. Hozir media jangchilar ochiqdan ochiq faqat jang so'rab ba'zi birlari to'g'risi hit qilardi, muxlislarni ham, hammani boshida yaxshi ko'ringan narsalar keyin ko'pchilik buziyordi. Nima sabab bo'lyapti bunga? Ochiqdan ochiq jang so'rab menga jang ber, nima media jangchilik ko'p pul to'laydimi yo? Yo'q, nima deydi, qarasa o'xshab ketib qoldi ko'pchilikda. Mana bitta gap aytaman, deylik 5-6 tadir, 10 tadir o'zbek yaxshi yarki media bayeslari bo'ladigan bo'lsa, hammasini, deyarli hammasini chiqishiga men sababchi bo'lganman. Men yo'nalish ko'rsatganman, men ssenariy chizib berib kerak bo'lsa, hech bo'lmasa ozgina maslahatlar berib, liboya misol uchun imенно media sohasida baribir qaysidir ma'noda ustozdek ko'rsa kerak meni. Ko'radi ham ich-ichidan. Qani agar bir mujugi bo'lsa, yo'q, men Odilxon, siz o'zim chiqqanman, Odilxondan hech qanaqa maslahat ham so'ramaganman, Odilxonni menga hech qanaqa yordami tegmagan deb birortasi yo'q. Chunki основной men tanigan, bilgan media bayeslarni barisi mujik bo'ldilar. Ich-ichidan baribir Odilxondan ko'rganmiz mana shu narsani. Odilxon baribir isbotlab qo'ygan. Mana shu sohada birinchi boshlab bergan Odilxon deb turib liboya tan oladi. Shunday ekan, nima deymiz, hammasini boshlagan yo'nalishida baribir o'sha men turaman-da, Odilxonga o'xshab ketgan, menda ham o'xshaydi-ku, yo o'xshashi kerak-ku degan narsa bo'ladi. Baqir-chaqir qilib chiqadiganlar, o'zidan o'zi bir otilib chiqadiganlarga maslahatim, agar tegida bazasi bo'lsa, mana Samandar degan bola chiqdi. U bola ming baqir-chaqir qilib chiqqani bilan, har xil bir publikalar qilgani bilan uni bazasi bor edi bolalikdan. Uni bazasi bo'lgan. U yaxshi bayez, yaxshi paxat qiladi. O'sha orqasida bazasi bor odamlar baqir-chaqir qilib, bu yog'ini odamlarning e'tiborini tortib, unda o'zini ko'rsatib qo'ysa, u boshqa gap, o'xshab ketadi. Lekin misol hech qanday bazasi bo'lmasdan chiqib turib, uxlab qolib, chiqib turib, yutqizib qo'yib, sharmanda bo'lgandan ko'ra, lutchi chiqmagan yaxshi deb o'ylayman. Endi men bitta savolda shu mavzu ochildi. Odilxon Kamolov chiqqan vaqti to'g'risini aytaman, bo'lar bo'lmas hamma Odilxon Kamolovga vizit tashlash boshlagan. O'sha vaqtda o'zi tegish qanaqa bo'lgan? Masalan,
har xil gaplar gapirilgan. Odilxon unaqa qilaman, Odilxon bunaqa qilaman. Nima qilib bo'lsa e'tibor tortish maqsad. O'shanda kim yoki nima sizni ushlab turgan? Qarang, bitta narsa, odam niyatni yaxshi qilish kerak. Odam birinchi navbatda yashashdan maqsadi uyidagilarda o'zini nima deydi, ijtimoiy holatini yaxshilash, ya'ni hayot turmush tarzini yaxshilash. Menda ham shu misol uchun birovni qizini buzib qo'yishim kerak yoki birovni o'g'irlab ketishim kerak yo birovga yomonlik qilishim kerak degan bir isqirt xayollar bo'lmaganda, maqsad shu yaxshi pul topsam, uydagilarim oldida xatsabi hurmatim bo'lsa, mahalla-ko'y hurmat qilsa degan narsa bo'lgan, to'g'risi. Ishlaganmiz, harakat qilganmiz. O'sha hech kim o'sha paytda ham To'ktar zvezda bo'lgan misol. To'ktarga qo'rqmasdan chaqiruv tashab, o'sha jang uchun borimizni berganmiz. Nima deyman, o'sha paytda endi baribir 2019-20 boshlagan bo'lsak, 4 yil, 5 yil mediada hech kim bo'lmagan. Keyin mana Saturn chiqdi, qolganlar chiqdi. Sekin-sekin media ham qaysidir ma'noda pop MMA ham anchagina, lekin bizni muxlislar zehnli, bizni kuzatuvchilar juda aqlli. Kim prof, kim media bilis yaxshi ajratishadi. Shunday ekan, mediadan sekin astalik bilan uje haqiqiy bayis bo'lish vaqti keldi deb o'ylayman. O'shaning uchun sekin asta gap so'zlarga ham e'tibor berib, trenirovkaga ham yaxshi e'tibor berib o'zgarish vaqti keldi. Yosh bolalik qoldi ortda. Hozir menimcha muxlislarda ham bir narsa shakllandi. Kimdir o'shanaqa hype ko'tarmoqchi bo'lsa, o'z muxlislar menimcha bir tomondan zerikdi ham. Ya'ni kimdir ijtimoiy tarmoqda baqirib chiqsa yo nimadir qanaqadir o'xshamagan qiliq qilib chiqib o'ziga tortmoqchi bo'lsa, o'sha masalan Mangu ligasi ko'rsatdiki, boshqa daraja. Ya'ni profillarga e'tibor boshqa darajada ekan. Ya'ni o'sha hozirga kelib nazarimda media bayislardan sal chetlayapti kuzatuvchilar. Chunki bu heytlardan ko'rsa bo'ladi, janglarga e'tibordan ko'rsa bo'ladi deyman. Endi odamlar haqiqiy jang ko'rishni istaydi. Mangu ligasiga ham omad. Men Octagon ligani jangchisiman. Men Octagon ligani o'sha boshlab bergan odamlardan biriman. Xohlasam ham, xohlamasam ham Octagon hech qachon qo'yib yubormaydi. Nafaqat Mangu, agar o'zim xohlaydigan bo'lsam, ko'p boshqa ligalarda ham misol rekordlar yaxshi-da, o'sha opitni bayisman. To'g'ri, 23-24 yoshdirman, lekin bizni natijalar, bizni deylik shoular, bizni qilgan narsalar baribir har qanday ligaga. Misol men profga ham tortaman. Mediaga ham tortaman. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim, yo'q, tushundim uni, gapingizni tushundim. Mediani hech kim to'xtatib qo'ya qolmaydi. Misol, hech kim tanimagan jangchilar chiqqandan ko'ra, odamlarga ham qiziqroq shovqin ko'targan odamlar. Men yomon deb o'ylamayman, misol uchun hype show qilishdi. Bu yoqda tayyorgarligi zo'r bo'lsa yoki qandaydir bazasi bo'lsagina show qilgan yaxshi. Masala shunda-da. Chorniy PR ham PR degan narsani ushlab olish, lekin Chorniy PRga javob berish kerak. To'g'rimi? U kimdir javob bera olmayapti o'shanga. Shunda men masalan sizni Mangu nima aytganim, men boshqa siz tomondan kelganim yo'q edi o'zim. Boshqa tomondan kelganim. Endi baribir odam pichoqni oldimizga urib, og'rimasa birovga deydi-ku, baribir o'zimni misol keltirib, har qanday savolga, heytga ham, yutuqli jarayonga ham o'zimni qo'yib ko'rib gapiraman-da. Bu joyda sizda hech qanaqa xato yo'q. Shunchaki aytyapsizki, Manguga hech qanaqa shou kerak emas, u kerak emas. Bu agar misol uchun men aniq ayta olaman. Gold agar oxirgi jangida yutib, agar deylik hozir ham shu yerda bo'lganda, bilmayman, 2-chi, 3-chi, 4-chi turnirlarga chiqishi mumkin edi. Golddan misol uchun media bayis. Vot. Baribir qaysidir ma'noda hech qachon mediadan shunday voz kechib bo'lmaydi. To'g'risi, u narsani tushunadi. Keyin qarang, o'sha Kulachkada jang bo'yicha Coestit bilan shartnoma imzolagandingiz bir. Bilishimiz bo'yicha o'sha atning bo'lgan. O'zimman shartnoma imzolashga qanaqa kechdi jarayon, qanaqa qabul qildingiz va nima uchun u bekor bo'ldi? Muxlislarga o'sha. Avvalo KO Estate organizatsiyasi rahbari Aziz Estate'dan qolaversa matchmakerlardan uzr so'ragan holda aytaman, chunki ular ham o'zlari juda yaxshi bilishadi. Har qanday liga o'zini bayasini berib qo'ygisi kelmaydi.
har qanday liga baribir o'zini boyeslarini o'zida bo'lishni xohlaydi. Shunday ekan, nima deydi, Octagon liga 1-mayga turnir o'tkazyapti. O'shaning uchun nima deydi, mani Bobur Abdulazizovni yana bir ikkita bolalarni kulachkada emas, bizda o'xshasizlar, bizda turnir qilyapmiz deb Octagon sababli u janglar atmay bo'ldi. Lekin KOS promotioni keyinchalik turnirlar o'tkazsa yoki keyinchalik shunga o'xshash tadbirlarda обязательно bormiz. Shunaqa. O'zimma keyingi rejalar qanday? Masalan, Octagonda siz kattaroq ligaga o'tishga harakat qilasiz baribir. O'rtada bir Octagonga ketmoqchi ham bo'ldingiz, ketdingiz, to'g'rimi? U qanaqa bo'lyapti? Endi bitta narsa, bemalol uverенный o'tirishimiz sababi bittagina jangga shartnoma qolgan Octagonda. Men hozircha baribir Octagonda jangchisiman. Bitta jang qolgan, u bitta jang tugaydi, keyin muzokara qilinadi. Yana ham kattaroq gonorar so'raladi. Misol uchun, men o'zimni qanaqa mehnat qilganimni yaxshi bilaman. Men o'zimni nimaga loyiq ko'rishimni yaxshi bilaman. Ko'zingiz tushdimi yo'qmi? O'sha Octagon ligani taniqli, umuman nafaqat Octagon, bir necha ligalar taniqli menejeri Parviz Abdumavlonovdan jurnalist so'radi. Kim bilan muzokara qilish qiyin bo'lgan desa, birdaniga Odilxon bilan dedi. Boshqalar bilan muammo bo'lmagan deb. Men o'zimni haqqimni ajratishni bilaman, o'zimni hurmatimni yaxshi bilaman. Bitta jangdan keyin Octagon bilan переговор bo'ladi, по-любому. Agar yaxshi gonorar predlagat qilinsa, qolinadi. Bo'lmasa, bir aylanib kelgim bor boshqa joylarda. Erkebo'lan Toktar bilan qachondir jang ko'ramizmi yoki kuzlarga trilogiya berishyapti, chunki 3-4 ta asosiy pretendent deydi-ku, da'vogarlar orasida bormiz. Qolaversa, u bilan ham trilogiya bo'lishi kerak. Ko'ramiz. Vaziyat ko'rsatadi. Shunday. Va u ham menimcha o'sha jangga ham baribir gonorarlar bo'yicha kelishuv asosiy planda bo'lsa kerak. Albatta, mana bitta jangga shartnomam qo'ygan. Qachondir baribir uni tugatib, undan keyin bemalol shaxslar sifatida ular bilan gaplashishim mumkin. Men hozir ularni bayesiman, ma'lum bir shartnomani ichida borman baribir. O'zimni bandlarimdan chiqib keta olishim kerak emas. Shunday ekan, o'sha gap время покажет. Marsel va Toktar o'rtasida bo'lgan jang haqida fikringiz? Marsel juda yaqin do'stim. Ko'pchilik qozog'istonlik muxlislar deymizmi, yaqinlarimiz ko'p hate yozishdi. Prosta men kimnidir mag'lubiyatidan xursand bo'lish yo boshqa emas. Men Marselning g'alabasiga xursand bo'ldim, xolos. U do'stim. Toshkentga kelganda polniy misol uchun ma'no beraman. Qirg'izistonga borsam, u hamma ishlarini to'xtatib kerak bo'lsa, Moskvadan yetib keladi. Yaqin insonim. Shu jangga keladigan bo'lsak, bu yerda ko'pchilik misol uchun u dedi, bu dedi. Ikkita narsa bo'ldi bu jangda. Birinchidan Toktar juda ko'p kibrga berildi deb hisoblayman. Hammaning o'zining subyektiv fikri bo'ladi-ku. Juda ham ko'p kibr deymizmi, o'ziga ko'p baho berib yuborish degan narsa bo'ldi unda. Ikkinchidan juda ko'p vес tashadi. 70 kilo bu vес ketdi, kuch ketdi degani-da u odam. 100 gram ham normalniy kuchini olib qo'yish mumkin. Vес tashash endi xato bo'ldimikan deya olmayman-ku. 70 kilo bunga sal qiyinchilik tug'dirar ekan. Shunaqa. Agar siz o'sha kuzda trilogiya bo'lsa qaysi vazn siz uchun qulay? Dogovorni menimcha 73-74 bersa kerak liga. Yana ham bilmadim. Shunaqa beradi. Octagon 86 tush Asadbek Saidov bilan Sayat o'rtasidagi bo'ladigan jang, chempionlik jangi. Dahshat jang bo'ladi. 51% Asadbek Saidov, 49% Sayat. Sayat ham xuddi nima deydi, oddiy misol, qanaqa gaplashib o'tiribmiz, hayotda ko'rishganda qanaqa so'rashamiz. U ham oddiy, spokойный. Nima deydi, haqiqiy bavurimiz, haqiqiy qozoqning jaydari yigiti, haqiqiy chempion. Bunga hurmat saqlagan holda, misol uchun u kamar unda bizni vesda deb yoki bir qanaqadir bir nimalardir deb hate qilishdan yiroqman. Haqiqiy zo'r inson.
Asadbek Saidov ham тоже xuddi shunday yaxshi muomalada yurtdoshimiz, tем более qolaversa Fayt Bazani bolasi. Fayt Baza bilan juda ham yaqinman. Men Fayt Bazani O'zbekistonda nominalin deb bilaman. Shunday ekan 51 ga 49 bu yog'i. Gap yo'q. Masalan, neytrallikni saqlayapsiz-da. Ko'pchilik O'zbekistonligiga bosib olishi mumkin. Endi misol bizni faqat O'zbekistondan emas, boshqa davlatlardan ham qo'llab-quvvatlaydiganlar bor, to'g'risida. U faqat o'zingni yonini olaverish yo'q, bu narsalardan yiroqmiz. U paytlar o'tdi-da. Odilxon aka, endi blitz savollarga o'tsak, agar xohlasangiz, endi oldindan aytib qo'yamiz, o'zi ko'pchilik sportsmenlar beravering deydi bemalol. Agar xohlasangiz keyingi savolga yuborishingiz mumkin, javob berish xohlamasangiz. Xo'p. Ketdi, unda boshlaymiz. Nokaut bilan g'alaba yoki submission bilan g'alaba? Siz qaysi birini ko'proq xohlasiz? Ya'ni ko'proq yoqadi qaysi biri? Submission bilan. Nega deng? Qo'shimcha qilib ketay. Bemalol. Raqibni mag'lub bo'lganini tan oldirish bu zo'r narsa. To'g'ri, nokautlar hammaga yoqadi, lekin men mag'lubman deb turib zatsa qilsa yoki o'zidan ketib qolsa, u kayf beradi. 10 ta oson jang yoki bitta katta jang? Qaysi birini tanlardingiz? 10 ta oson jang. Hazil. Men katta janglarni yaxshi ko'raman. Misol Kamil bilan o'sha 3 ta urushyapmiz, Toktar bilan o'sha 3-chi jang yaqin. Undan boshqa misol nollik jangchilar bilan Damir ham zo'r boyiz. Hammasi bilan nima deydi, o'sha yaxshi raqobatni zo'r qiladigan jangchilar bilan urushgan yaxshi kanishda. Hozirgacha bo'lgan faoliyatingizda sportdan topgan eng katta narsangiz? Hurmat, taniqlilik, shu. Moliyaviy tomondan ham menimcha o'ziga yarasha, boriga baraka. Men bir narsani aytaman, Odilxon Kamolovni o'sha Qozog'istondagi, men uni sharhlaganman televideniyada. Sport kanali yozib olib beradigan o'sha vaqtlari Oktagon, o'sha aynan Parviz aka bilan o'rtada shartnoma bor edi. Ona endi biz go'sht ovqat yeymiz degan o'sha emotsiyalar, o'sha davrlarni eslasangiz nimalar keladi? Nima deymiz, hozir ham o'sha davrdan ham zo'r bo'lib ketganimiz yo'q-ku, atak. Hammasi yaxshi. Endi u paytga ham 4 yil, 5 yil bo'ldi. Endi lekin boshlang'ich nuqta edi-ku. Hammada ham sinovli vaziyat bo'ladi. Yo'q, ona endi go'shtli ovqat yeymiz degan gap bo'lmagan u yerda. O'zingizni ovqatingizdagi go'shtlarni menga berardingiz, ona. O'shada. Mana endi men shu narsani undan ham endi sharoitimiz yaxshi bo'ladi deganday qilib emotsiyada chista ichimizdan o'tgan gaplar bo'lgan. Sizni orzuyingizdagi jang qayerda va kimga qarshi bo'lishni xohlaysiz? Unaqasi yo'q. Siz bergani bilan. Bo'lmasa siz eng menga munosib jangchi deb kimni bilasiz? Ayta olasizmi? Har qanday jangchi u shug'ullanyaptimi, MMA'dami? Rekordda misol 5-0, 6-0 dan balandmi? U munosib jangchi. Har qanday jangchiga tayyormiz. Men kimdir meni orzuyim shu odam deb bunaqasi savol berishga harakat qilmang. Men bergani bilan urushaman shunaqa. Boylik yoki mashhurlik? Ikkalasi ham. Ikkalasi ham kelyapsiz, to'g'ri. Sizni MMA'ga qiziqtirgan jangchi kim? Conor McGregor, Zubayrat Xugov, Fyodor Emelianko, Tyson originali. Siz janglarga demoqchiman. Endi MMA deb savol berdingiz. Men prosta boksda ham nima qildim. Endi bolalikda baribir janglarga qiziqish baland bo'lgan. Oldinlari MMA degan tushuncha bo'lmagan. Setka jangi deyishgan, bo'y bez pravil deyishgan. Endi janglarini ko'rgan baribir o'sha Taysonni ham muxlisi bo'lganmiz. Xarakter ko'chadi o'zi ko'p sportchilardan. Siz eng ko'p o'xshashni xohlagan jangchi kim? Men shunga o'xshasam degan. Unaqasi ham yo'q. Kimgadir bir mana shunga o'xshayman deb harakat qilganim bo'lmagan, to'g'risi. Yo bir Konorga, yo bir Habibga, unga bunga. Men Odilxon bo'lganman, Odilxon bo'laman. Unda o'xshashni xohlamaganingіз bormi yo'qmi? Men shunaqa bo'lmasligim kerak degan bo'ladi-ku o'zi har qanaqa odamda. O'xshamaslik. Toni Fergyusonga o'xshab qolmaslik. Chunki ketma-ket mag'lubiyatlar, ketma-ket travmalar o'xshab qolmasligim kerak deydigan bitta mana shu Toni Fergyuson.
Atak u legenda, havas qilaman, pik paytida u juda ham kuchli bo'lgan, lekin oxirgiga kelib baribir shunaqa. Qo'shilaman, rostdan ko'pchilik gapirgan, hurmatini bilmadi. O'sha ko'pchilikda rahmi ham kelgan. Fergyusonni qaysidir ma'noda statusi yangi muxlislar oldida tushib ham ketgan. Uni tarixini bilmaganlar uchun. Qo'shilaman. Odilxon Kamolov qilgandan so'ng eng ko'p afsuslangan ish nima? Savolni qaytarib yuboring. Siz qilib eng ko'p afsuslangan ishingiz nima? Ba'zi do'stlarga ishonganimda. Shunaqa. Izohlay olmaysizmi? So'nggi savol, bir kun kelib, sportdagi faoliyatingiz yakunlanganda sizni kim deb eslashlarini xohlaysiz? Qaytmasdi. Yaxshi bola edi. Yo'q, yaxshi bola edi deb eslashsin, to'g'risida. Bir raqamini yaxshi ko'raman-da. Mashinaman misol uchun birlar, telefon raqamlarim oxiri birlar. Har doim birinchi bo'lishga intilaman. Birinchi boshlab bergan media sohani va isbotlab qo'ygan jangchi deb eslashlarini xohlayman. O'sha yaxshi ma'noda. Bu yomon bola emasdi, birovga yomonligi yo'q edi. Yaxshi bola edi deb eslashlarini xohlayman. Demak, do'stlar, Odilxon Kamolov bilan o'tgan intervyu sizga ma'qul keldi degan umiddamiz. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring va sahifamizga like bosib, mana shu ko'rsatuv linklarini do'stlaringizga ulashishni unutmang. Rahmat. Sog' bo'linglar.